Xo'p, assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan kimyo faniga noldan boshlaymiz. Xo'p, kimyo fanini o'rganamiz. Ya'ni bugungi mavzumiz kimyo faniga kirish. Ya'ni kimyo fani nimani o'rganadi? Shular bo'yicha ko'plashib gaplashib chiqamiz. Kelishdikmi? Xo'p, kimyo so'zining ma'nosi asosan rangli tosh degan ma'noni bildirib, kimyo fani moddalar va moddalarning xossalarini o'rganuvchi fan. Biz aytamiz moddalar deb va shu moddalarning xossalari deb. Ya'ni kimyo fani nimani o'rganadi desa, qayta aytaman. Moddalar va moddalarning xossalarini bir-biriga aylanishni o'rganuvchi fan bu kimyo fani hisoblanadi. Endi qaranglar. Modda asosan ikki turga bo'linadi. Birinchi darslar sizlar bilan gaplashamiz ikkita turni. Ya'ni bular birinchisi sof moddalar bor va aralashmalarimiz bor. Aralashmalarimiz bor. Ya'ni sof modda deb, misol uchun butun hajm bo'yicha bir xil, ya'ni bitta moddadan iborat bo'lsa sof, har xil moddalardan tashkil topgan bo'lsa, bular aralashmalar deyiladi. Ya'ni mana shu tarkibida butun hajm bo'yicha sof bo'lgan moddalar asosan ikkita turga bo'linadi. Birinchisi oddiy moddalar, ikkinchisi murakkab moddalar. Endi savol beramizda, mana misol uchun maktablarga borsak, kimyo fani ustozi kirsa, birinchi bo'lib davriy sistema haqida ta'rif beradi, elementlarni tushuntiradi. Yo'q, bizda bunday bo'lmaydi. O'zi aslida mana shunday tartibda o'tilishi kerak. Mana endi davriy sistemaga kirsak bo'laveradi. Misol uchun oddiy moddalar bor, misol uchun murakkab moddalar bor-da, sof moddalar ikki turga bo'linadi dedik-ku, to'g'rimi? Oddiy va murakkab. Xo'p, oddiy moddalar deb nimaga aytiladi desa, oddiy moddalar deb bir xil elementlardan tashkil topsa, bu oddiy modda. Murakkab moddalar asosan shunga teskari bo'ladi. Ya'ni har xil element atomidan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni har xil element bo'lsa, bu murakkab modda, bir xil element bo'lsa, bu oddiy modda. Endi kelib mana shu joyda sizlarga davriy sistemalar haqida tushuncha beraman. Shu yerda to'xtaymizda va hozir farqlarni tushuntirib beraman. Davriy sistemada 118 ta element mavjud. Bular bu 118 ta elementdan iborat bo'lib, mana shu 118 ta elementning barchasi oddiy modda sifatida keladi. Nimaga? Chunki bular bir xil elementdan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, davriy sistemada joylashgan shu 118 elementlar oddiy modda sifatida olinib, bu oddiy moddalar ikkita turga bo'linib o'rganamiz. Birinchisi metallar, ikkinchisi metal maslar. Demak, davriy sistemada joylashgan elementlar ham ikkita turga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni metallari bor va metal maslari bor. Ya'ni davriy sistemada joylashgan elementlar ikkita turli. Davriy sistemada umumiy 118 ta element bo'lib, bundan 96 tasi metal, 118 dan 96 ni aytsa 22 tasi asosan metal emas elementlar hisoblanadi. Bularda bir-biridan farqi bor. Kelinglar, birinchi sizlar bilan davriy sistema haqida ozgincha ma'lumot berib ketsak. Davriy sistema tuzilishiga ko'ra asosan ikkita turga bo'linadi. Birinchisi guruh bor, ikkinchisi davr bor. Davriy sistemada tuzilishiga ko'ra ikkita turga bo'linadi, guruhi bor, davri bor. Guruhlar asosan ikkalasi ham rim raqamlari bilan ifodalanib, davriy sistemada joylashgan guruhlarimiz asosan 8 ta guruhdan iborat va har bir guruhda o'zining nomi bor. Davrlar asosan 7 ta davrdan iborat bo'ladi. Bularda tarixiy nomi bo'lmaydi. Kelinglar, sizlar bilan birinchi davr haqida gaplashsam. Davrlar asosan elementlarda joylashish bo'yicha chapdan o'ngga tomon harakatlanadi yoki o'ngdan chapga. Xullas, chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga harakatlansa, bu davr deyiladi, elementlar joylashishi. Xo'p, davriy sistemadagi joylashishga ko'ra davrlar ikkita turga bo'linadi. Ya'ni kichik davrlarimiz bor, davriy sistemada joylashgan kichik davrlar va katta davrlarga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni kichik davrimiz bor va katta davrlarimiz bor. Davriy sistemada joylashgan birinchi, ikkinchi va uchinchi davrlarimiz bu kichik davrlar hisoblanadi. Chunki bular bir qator bo'lib joylashgan. Agar davriy sistemamiz
yoningizda bo'lsa, davr sistema yoningizda bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi davrlarni ko'ringda. Chap tomonda joylashgan davr bizda davr yoki qatorlar deb yozib qo'ygan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi davr bir qator bo'lib joylashgan. Katta davrlar esa 4-chi, misol uchun 5-chi, 6-chi va 7-chi davrlardan tashkil topgan bo'ladi. Bular katta davrlar deyishga sabab ikki qator bo'lib joylashadi. Shularda ikki qator joylashishni men sizlarga farqlab beraman. Mana misol uchun davriy sistemada 4 ta oila bor. Oila bor. Ya'ni biz tushuntirgan 4 ta oila deymiz, o'zi orbital deb ataladi. Bizda S oila bor, P oila bor, D oila bor va F oila bor-da. Bularni davriy sistemada ranglar orqali ifodalab berilgan. Mana misol uchun S oiladagi elementlarni qizilda, rangi qizil, pushtidan bo'lib keladi. P oiladagilarniki sariqda, D oiladagilarniki ko'kda. Mana flomasterda yozyapman mana shu rangga. F oiladagilar asosan aktinoidlar, antinoidlar hisoblanadi. Bular asosan yashil rangda ifodalanadi. Endi mana shu katta davrlar, kichik davrlar bo'linmaydi, chunki bir qator joylashdi dedik. Katta davrlar ikkita turga bo'linadi. Bularda biri asosiy va yonaki. Hurmatli birodar, asosiy yonaki deb qanday farqlaymiz? Mana misol uchun asosiyda joylashgan elementlar S va P oilaga mansub bo'ladi. Ya'ni S bu qizil va P bu sariq. Ya'ni sariq qizilda joylashgan element, ya'ni davr 4, 5, 6, 7 da sariq va qizilda joylashgan bo'lsa, bu asosiy deysizlar. Endi yonakida joylashgan faqat D oilaga, ya'ni ko'k rangda bo'lish kerak. Ya'ni davr kelyapti, chapga o'ngga harakatlanyapti, ko'kda turibdi, rangi ko'k bo'lgan elementlar. Bular asosini metal tashkil etadi. Bularning hammasi yonaki hisoblanadi. Bu davr. Endi qaylar guruhimiz bor. Guruhlar asosan davrlardan farq qilib tepadan pastga harakatlanadi. Tepadan pastga yoki pastdan tepaga bo'lib harakatlanadi. Guruhlar asosan 8 ta guruhdan iborat bo'lib, bular ham ikkita turga bo'linadi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir davrda ikkita yon tomonda mana shunday harf turibdi, ya'ni A va B. A va B harflarini ko'rishingiz mumkin. Davr sistemida guruhda tepadan pastga harakatlanadi dedik-ku. A va B. A degani asosiy, bu ham B degani yonaki degani. Tushunasizlar, asosiy yonaki. Xo'p, asosiy guruh elementlarda xuddi katta davrlarga o'xshab, asosan farqini rangida farqlaymiz. Asosiy guruh elementlarining rangi S, ya'ni qizil va P, ya'ni sariq rangni ifodalashi mumkin. Yonaki guruhdagi elementlar esa faqat D bilan, ya'ni ko'k rangda ifodalanishi bilan asosiydan farqlanadi. Endi savol berishimiz mumkin, F oilaga mansub, ya'ni yashillarchi desa, bular asosan nur, ya'ni radioaktiv elementlar, aktinoidlar, lantinoidlar hisoblanib, bular Xo'p, demak, mana shulardan iborat bo'ladi. Ya'ni asosiy va yonaki. Asosiylar S va P, qizil sariqda, B degilar yonaki, ya'ni D oilaga mansub. Ko'kdagilar bular hisoblanadi. Agar endi mana elementlar haqida tushuncha bo'lgan bo'lsa, davriy sistema haqida tushuncha bo'lgan bo'lsa, biz aytdik, oddiy moddalar ikkita turga bo'linadi deb. Metallari bor va metal massalari bor. 96 ta metal, 22 ta metal massamiz bor. Bularni qanday davriy sistemaga qarab turib qanday farqlaymiz? Mana misol uchun sizlar vodorod va bor degan elementni bilasizlar. Topsanglar mana shu bor degan elementni, atstat degan elementimiz bor, mana bu joyda geliy bor. To'g'rimi? Birinchi davrda joylashgan vodorod va geliy. Agar mana shu vodoroddan boshlab biz borni tagidan ikkita element tashlab, biz atstat pastgacha biz zinapoya qilib tushadigan bo'lsak, zinapoya holatda. Mana shu zinapoyani tepasidagi P oilaga mansub, ya'ni sariqda joylashgan va mana bu ikkitasi qizil bo'ladi. Vodorod bilan geliy qizil. Bular ham metal emasda, gaz va agregat bo'ladi. P oilaga mansub elementlar va mana shu bu P oilaga kirmaydi. Bu geliy bilan vodorod S oilaga kiradi. To'g'rimi? Mana shu S va P oiladagilar bularning hammasi metal emas hisoblanadi. Endi metallar mana shuni zinapoyani pasi, ya'ni S oila ham, P oila ham, D. Eng asosini D tashkil etadi. D oilani hammasi metal.
Hammasi metal. Mana shunda hisoblasangiz bo'ladi. Ya'ni metal massalarni hisoblasangiz 22 ta chiqadi. Metallarni hisoblasangiz 96 ta chiqadi. Bular asosan agregat holati bo'yicha farq qiladi. Ya'ni metallar metal massalar bilan agregat holati bo'yicha farq qiladi. Endi savol beramiz. Agregat holat nima? Agregat holat, moddaning holati qanday ushlash? Mana misol uchun moddalar ushlab ko'rsangiz qattiq bo'ladi, ko'rsa suyuq bo'ladi. Ko'zga ko'ra olmaymiz, lekin gaz bo'ladi, to'g'rimi? Hidini sezishimiz mumkin. Asosan agregat holatlarimiz asosan 4 xil bo'ladi. Ya'ni ustoz aytadi, 4 xil deb. Asosan 3 xil bo'ladi. Yana nimaga 4 xil deyapman? Misol uchun birinchisi gaz bo'lishi mumkin, suyuq bo'lishi mumkin va qattiq bo'lishi mumkin. Agregat holat, ya'ni moddaning holati 3 xil bo'lishi mumkin. Endi nimaga 4 xil desa, plazma holati ham bor. Lekin plazma asos bular tashkil etmaydi. Bizda asosan gaz, suyuq, qattiqlar tashkil etadi. Xo'p, metal massalardan mana shu agregat holati bo'yicha farq qiladi. Birinchi farqi shunda. Mana misol uchun metallarni oladigan bo'lsangiz, metallar birinchi o'rganaylik. Agregat holati bo'yicha 2 xil agregat holatda bo'ladi xolos. Ya'ni agregat holati qattig'i bor va agregat holati suyug'i bor. Hurmatli abituriyentlar, keling, men sizga suyug'ini farqlab beray, qolgan hammasi qattiq bo'ladi. Darsda mana ikkita metal agregat holati qattiq. Bularning biri Fransiya va sinob degan elementlarimiz barometr, tanometrlarda ko'rgansizlar, bularda agregat holati suyuq bo'ladi. Qara 96 ta metal edi, to'g'rimi? 96 ta metaldan ikkitasi suyuq bo'ldi, gazi bo'lmaydi. Qolgan 94 tasi qattiq bo'ladi. Metallarda shu. Endi metal massalarda hammasi uchraydi. Ya'ni metal massalarda agregat holat hammasi uchraydi. Ya'ni qattig'i ham bor, gazi ham bor, suyug'i ham bor. Maksimal sig'dirishga harakat qilaman. Kelar metal massalar bo'yicha suyug'ini gaplashaylik. Chunki bittada metal massalar bo'yicha bitta suyuq agregat holat bo'lgan element bu brom. Endi metal massalarda misol uchun gaz agregat holatga ega elementlarimiz ham bor. Mana misol uchun vodorod, ftor, xlor, yana kislorod, ular molekulyar holatda bo'ladi. Keyinchalik tushuncha berib ketamiz. Misol uchun geliy, 8-guruh barcha elementlar, ya'ni inert gazlar deymiz. 8-guruh elementlari bular hammasi metal massalarda gaz. Endi qattiqlari mana shu qattiq suyuq bilan gaz chiqarib olamiz. Qolgan hammasi qattiq bo'ladi. Mana misol uchun oltin gugurt, bor, fosfor, uglerod va hokazo kremniy misol uchun bular agregat holati qattiq bo'lgan metal massalar hisoblanadi. Asosan bular mana shu bilan farqli. Bundan tashqari metal massalar bilan nur o'tkazuvchanligiga, elektron oldi berdi qilishiga ko'ra farqlar. Mana misol uchun metallar asosan qaytaruvchanlik xususiyatiga ega. Metal massa oksidlovchi ham, qaytaruvchi ham bo'lishi mumkin. Ko'proq oksidlovchi deb keladi. Elektron oladi, qaytaruvchi elektron beradi. Metal elektron ko'proq beradi, metal massalar ayrimlarda oladi ham, berishi ham mumkin. Tushunarlimi? Xo'p, bular metal massalariga ko'ra. Tushunarlimi? Oddiy moddalar bo'yicha tushuncha bo'ldi degan umiddaman. Kelar endi sizlar bilan gaplashamiz murakkab moddalarni. Murakkab moddalar. Asosan hurmatli abituriyentlar, bitta narsani aytmayapman. Oddiy moddalar deb nimaga aytiladi desa, bir xil elementda. Mana misol uchun oddiy bir element, vodorod elementini olsak, molekulyar bo'ladi, to'g'rimi? Vodorod bir xil, boshqa elementi yo'q. Hamma biladigan O'zbekiston bo'yicha ko'pchilik bir 80-90% odam shuni formulasini biladi. Mana misol uchun suv deyingda, hamma biladi. Ya'ni hamma biladi suvni. Maktabni bitirgan hamma biladi. Suvni formulasini ham ko'pchilik biladi. Shu suvni formulasi murakkab modda. Nimaga? Har xil elementda, buning ichida vodorod ham bor, kislorod ham bor. Boshqa elementlar bilan modda hosil qilyapti, bu murakkab modda. Faqat o'zi bilan, ya'ni o'zi kelyaptimi? Bu oddiy modda. Ya'ni bir xil elementdan tashkil topgan deymiz. Murakkab moddalar har xil elementdan tashkil topgan bo'lib, bu ikki turga bo'linadi. Birinchisi anorganika va organikadan iborat bo'ladi. Ya'ni kimyoda ham ikki qism deymiz-ku. Kimyoda anorganikasi bor va organikasi bor. Anorganika yana bir nom noorganika ham deb ataladi. Bu shu anorganikalarni
asosini 4 ta sinf tashkil etadi. Ya'ni anorganikani 4 ta sinfi bor deb o'rganamiz. Birinchisi oksidlar, ikkinchisi asoslar, uchinchisi kislotalar va to'rtinchisi tuzlardan tashkil topgan deb o'rganamiz. Organik moddalarda ham asosini 4 ta sinf tashkil etadi deymiz. Bular nimalar? Misol uchun uglevodorodlar, ikkinchisi kislorod saqlovchi uglevodorodlar, uchinchisi bular azot saqlovchi uglevodorodlar, va to'rtinchisi uglevodlar. Oqsil va organik birikmalar mana shular qatoriga kirib ketadi. Xo'p, oksid asos kislota tuzlarga bo'linadi. Bularning asosini o'rganamiz, keyingi darslarda gaplashamiz. Asosan shular sinflarga bo'linadi. Endi bular sog' modda bo'yicha. Tushunarli bo'ldimi? Keyin endi aralashmalarni gaplashamiz. Ya'ni aralashma nima? Mana misol uchun aralashma bir nechta moddadan tashkil topsa aralashmalar dedik. To'g'rimi? Aralashmalar asosan ikkita turga bo'linadi. Asosan ikkita tur. Birinchisi gomogen, ikkinchisi heterogen. Ya'ni gomogen, heterogen bo'lishi mumkin. Butun hajmi bo'yicha, zichligi bo'yicha bir xil bo'lsa gomogen, ana shuni teskarisi bo'lsa bu heterogen. Qanday isbotlaymiz? Mana misol uchun mana bitta stakan. Mana bu ikkita stakan. Stakanga kelinglar, oddiy tajribada bitta o'zimiz xayol qilib ko'rib o'rganamiz. Mana ikkala stakanda ham bitta modda, shakarni oldik. Tushunyapsizlar? Shakar. Shakarni ko'rgan, hamma ko'rgan, ichgan ertalabga nimada ovqatlanayotganimizda shakar iste'mol qilamiz. Xo'p, mana bu birinchi stakanimizga suv quydik, shakar aralashtirdik. Ya'ni issiq qaynagan suvga shakar qo'shdik va uni aralashtirdik. Shunday xususiyat borki, gomogen moddalar reaksiya kirishgandan keyin ko'zga ko'rinmaydi. Reaksiya kirishadi, ko'zga ko'rinmaydi. Mana stakanda shakar moddani oldim. Shakarda agregat holati qattiq, suvniki suyuq. Oldindan qaradim. Qarasam, shakar ko'zga ko'rinmaydi, u erib tugadi. Endi heterogen moddalar uni teskarisi bo'ladi. Mana misol uchun shakar deb oling, shakarning rangi oq bo'ladi, to'g'rimi? Heterogen moddalar qiyin kirishadi, yoki umuman kirishmaydi. Bunday moddalar, mana misol uchun shakarga, oddiy siz biladigan shakarga o'xshash tuzilishli modda bu qum. Sanoatda ishlatiladigan qumimiz bor-ku, aralashtiringlar, reaksiya kirishmaydi, lekin ko'zga ko'rinadi. Va qarasangiz, shakar oq rangda, qum kulrang rangda, mokri asfaltdan deymiz, asfalt rangida ekan deb ajrata olamiz. Bular reaksiya kirishmaydi, yoki umuman qiyin kirishadi desak ham bo'laveradi. Bu gomogen va heterogen moddalar haqida. Tushunarli bo'ldimi? Demak, moddalar asosan ikkita turga bo'linar ekan, sog' va aralashmalar. Keyingi mavzumizda qolganini gaplashib o'tamiz.